Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Usqum TV kanali do'stlar. Sizlar Usqum TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi xabarlarimiz xudo xolasa musofirlarimiz uchun va Xorazm viloyati Gullan tumandagilar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Videoni oxirigacha ko'ring, bo'lmasa ostiga batafsil tushuntiraman. Qani ketdik. Aziz do'stlar, Volgograd Xorazm yo'nalishidagi poyezdlar oldin Urganchdan Volgogradgacha edi, faqatgina to'lqa Urganchdan tushilardi, keyin misol Gullanga kelinardi, boshqa joyga. Glavniy tochka Urganch edi. Gullanda yashovchilar uchun gullanliklar bilaman, ko'p sirasiga chiqadi. Volgogradga, Chechenga, Teplitsaga hamma yoqqa borib ishlaydi. Men o'zim ham gullanlik bo'laman. Shuning uchun xudo xolasa mana poyezd o'zimizni Gullandagi Navoiylidagi Dehqon bilan Navoiyning o'rtasidagi vokzalda to'xtadi. Xudo xolasa to'xtashni boshladi. Endi bemalol ketuvchilar bilet olib, ana shu yerga borib, shu yerdan minib ketsangizlar bo'ladi. Kelganda ana shu yerdan tushib ketsangizlar bo'ladi. Bu degani bizga ancha plyus, yana vaqtdan yutamiz, yana Urganchga borishimiz kerak. Urganchga boramiz degancha misol mashinang bo'lsa-da gaz, benzin solasam 1 soat, suda 2 soat vaqting ketadi. Kutganing bilan 2,5-3 soat. Xudo xolasa endi Navoiyda to'xtasa vokzalda barasan 15 minutga chippa tushadi, olasan, kelasan. Uzatish ham yaxshi, uzatganda barasandan moment shu yerdan o'zingda uzatib kelaverasan do'stlar. Xudo xolasa endi bu yoqda zo'r bo'ldi. Kimgadir shu ma'lumot yaqqan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yinglar bilmaydiganlarga. Gullanlar komment yozib ketinglar, bizim Gullanni bolasini. Xudo xolasa podpisatsiya bo'lib, obuna tugmachasini bosib, like bosib, kommentariyada zo'r bo'pti deganlar, xursand bo'lganlar yozib ketinglar. Xudo xolasa sizlar bilan Usqum TV kanali bo'ldi. Bizdan yiroqlashmang. Xudo xolasa sizlarga qaynoq yangiliklarni yetkazib borishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Usqum TV.